Assalomu alaykum qizlarjonlar. Mana bizlarni Kartapul Lotus prajasidan to'qilgan sviterimiz bitdi. Juda ham badanga mayin turadigan, приятный ip ekan. Mana bunaqa ranglari bor, har xil. To'qish jarayoni, mashinkada to'qish jarayonini videoning davomida ko'rasiz. 5 dona praja kerak. 130 ta igolkani chiqarib oldik. Обвитие usuli bilan boshlayapmiz. Nabor yadi. Так, плотность 5 ta. Ложная резинка bilan boshladik. 60 qator ложная резинка tiqib olamiz. 60 qator. Birinchi naborni ryadni 60-ryadni ustiga deker yordamida o'tkazib chiqyapmiz. Ложная резинка hosil bo'ldi. Плотностni 7 ga qo'yib olib, korpusi o'zini to'qiymiz. Mana jarayon ketyapti. Mana bu bitta matokdan shuncha praja chiqdi. Korpus to'qib olindi.